yuqori sifatli va qulay yo'lovchi tashish xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarni to'liq qondirish, sohada bozor tamoyillarini joriy etish, xususan moliyalashtirish tizimi va tarif siyosatini takomillashtirish orqali xususiy sektor uchun jozibali biznes muhitni yaratish maqsadida Samarqand shahar transport bosh rejasidan o'rin olgan avtobus yo'nalishlari tarmog'i bosqichma-bosqich O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jamoat transport tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan brutto shartnoma tizimiga o'tkazib kelinmoqda. 2025-yilning 24-fevralida bo'lib o'tgan ochiq elektron tender tanlov natijalariga ko'ra 20-sonli Qorasuv mahallasi Yangi hayot mahallasi yo'nalishida ishlash huquqini bergan eng yaxshi taklif bilan Navobod Trans mas'uliyati cheklangan jamiyati qo'lga kiritdi. Avtobuslar ichki va tashqi tomondan kameralar bilan jihozlangan bo'lib, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda yosh bolali ayollar uchun maxsus joy ajratilgan. Salonda telefonlarni quvvatlash uchun maxsus uskunalar, elektron to'lov uchun mo'ljallangan validatorlar o'rnatilgan. Samarqand shahar Yangi hayot mahallasi faollarining fikriga ko'ra, mazkur avtobuslar qatnovining yo'lga qo'yilishidan aholi mamnun. Mana shu 20-marsrutkamiz dekabr oyidan beri qatnayapti. Yo'lga qo'ygani shuncha xalqimiz shuncha dumog'ichoqki, endi qo'yavering, boshi osmonga yetib desak ham bo'ladi. Chunki bu marshrut mana shu agar boshlanishi Yangi hayotdan bo'lsa, bu yoq Qorasuv deymiz, shu yoqqacha boradi. Mana bu yerda yosh bolalar o'tiribdi, mana qarang, o'zimiz maktabda shaharda boradi yosh bolalar, bir xil mana Samarqand tumanida boradi. Mana avtobus qo'ydi, Xudoga shukr, minqallar shukr, tadbirkorga shukr. Mana bu yana nimasi qulay, katta shinam qulay, hammaga qulaylik. Ayniqsa shofyorlarni aytmaysizmi? Shofyorlarning ularning muammolari, ularning o'tirib qanday qayga borish, xalqqa qanday xizmat qilayotganlarini aytmaysizmi? Ayniqsa mashina hozir har 10-11 minutga qatnaydi. Men shu gapimni aytib yana aytaman. Mana shu yerda o'tirgan yoshlarimiz ham, mahallamizda o'tirgan nuroniylar ham avvalambor shu o'zimizning yurtboshimizga ming rahmat. Xalqimiz g'amini yeb, dardu muammosini yechib, ayniqsa mana shu bu ham katta muammo yechildi. Chunki prezidentimiz aytgandilar, shu xalqimiz muammosini yechish uchun har bir rahbar o'z yo'li ishini bajarsin. Eslatib o'tamiz, yo'nalishda Navobod Trans mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli 8 ta zamonaviy avtobuslar xizmat ko'rsatmoqda.